Assalomu alaykum. Telefon uchun montaj qilish, dublyaj qilish uchun turli dasturlar bor, lekin menga eng yoqqani mana shu InShot. Har tomonlama qulay. Masalan, bironta rasm qo'ymoqchi bo'lsangiz ham, video qo'ymoqchi bo'lsangiz ham bemalol qo'yasizda. Uni ustiga pip degan narsa bor-ku, buni ko'plar tushunadi. O'sha pipni mana shunaqa qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlagancha qo'yib. Har tomonlama qulay. Yana undan tashqari yana bir narsa bor. Mana bunday qilib kinoga ovoz bermoqchi bo'lsangiz, misol uchun mana buni tanlaysiz. Hoppa. Endi buni ovozini chiqara olasiz. Bunday qilamizda ovozini tepaga chiqara olamiz. Увеличить qilamiz. Hoppa. Mana shuni ustiga yozsak bo'ladi. Ovozni ko'ryapsizmi? Mana. Monogramma deydimi, buni nima deydi? O'shanga qarab ovoz bersangiz bo'ladi. Agar o'zim jallodga aylansam, qiynoqlarim tugardi. Ko'rdingizmi? Hozir ovoz berib ko'raman. Endi buni bunday qilib ochamiz. Hoppa. Buni ham ajratib, mana buni ovozini pasaytirib qo'yamiz, o'chirib qo'yamiz bunday qilib. Buni ham qilib buni ajratib olamiz o'zini. Buni ham ovozini o'chirib qo'yamiz. Hoppa. Endi sinab ko'ramiz. Endi sinab ko'ramiz. Shu taklif qilardi. Agar o'zim jallodga aylansam, qiynoqlarim tugardi. Va har kuni unga rad javobini berardim. Ha shunaqa.